Faqat enga charchaydi menga. Qolgancha charchaydi. Aman bo'ling. Qayerdan sizniki, amaki? Yangi nishon, eski nishon. Gres, ha. Bu ham 23 ekan, ha? Kraskalarni ko'rdinglarmi? Ha, 80 ming. Galopga ko'tarilmagan ekan. Abiz bor. Motorxona yaxshi, yomon emas. 23 ekan. Bu qancha bizda? 80 ming. 80 ming. Sizlar ko'rdinglarmi kraskani? Yo'qmi? Buvani olma, buva tushib xohlamayapti. Sen ham buvani olmay tur. Men o'zimni oladi, sodamni, guringimni oladi. Bo'ladimi aka? Shunaqa. Kimni olmayadi? O'zimni olmayman. O'zim bir qo'lda bingaman. O'zimni olmayman. Bitta Krediti bor ekan lekin. Kredit. 90 million krediti bor. Ye? Aytganim bor. Ichini ko'ring ishini. Narsa qo'ygansizmi? Ha? Bu narsa qo'ygansizmi? Arkasi odam bor ekan, arkasini ochayotgan. Bagajda. Gazi nima ekan? Propan. Propan aka. Qalqondan tashqariga olib Uni shunday qilib taylaganmi buni? Ha? Uni shunday qilib taylaganmi? Nimani? Buni shunday. Ana Ya mana bu tishlagan. Mana yana olgan, mana. Yo'llari ham iloji gres. Gresda. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka men ketyapman, ishim Toshkentdan bitta Nexia ko'rdim. Xo'p. 1 minut vaqtingizni olaman. O'sha ana yerdagi Nexia'ni uni qanday gaplashsak bo'ladi? Hozir sizda ozroq ishingiz bor shekilli. Ha? Ha? Mana men bilan ishlaydigan odamlar ko'p. Guring qilib berishadi. Berish kerak aka. Uni sal pulini yumshatib berishingiz kerak. U puliga kelganda siz kerak bo'lyapsiz. Ha, qarang. Men Mana tanlab qo'ying. real savdoga qarayman-da. Real savdoga qarayman. Real savdo degani men savdo qilib olgan mashinalarim bo'lsa, nari borsa, mana 10 kungacha olgan mashinam qolib ketgan bo'lsa, o'zini puliga beraman. 10 kundan oshiq qolib ketgan bo'lsa, ziyoniga beraman. U real savdodan olingan bo'lsa. Real savdodan olinmagan mashinalar men narxidan kimnidir mashinani qarang, savdo qildik, tog'a to'g'ri kelmadi, taylab ketdilar. Tog'a endi tushirib berasiz deya olmayman. Lekin narxini agar foyda qo'yib yozilgan bo'lsa, uzoqdan kelgan bo'lsangiz, o'zini puliga berib yuborishadi, aytaman. Sizga bir ko'ring, agar ma'qul bo'lsa olasiz. O'shani daftardan qarada, bu tanlagan mashinani daftardan ochib o'zlariga ham ko'rsat, o'zi har juma kuni mashinalar o'zining narxiga beriladi. Lekin sizga bugun ham o'zini puliga beraman, tanlagan mashinangizni. Xo'p? Ko'rsat, musulmon. Xo'p, keling. Tava keling qani, bir xalta undan ko'p narsa ortmagan ekan emas. Bugun aytaman-da. Nechinchi yil sizda? 70 ming. 70-yil. Nevaralar bormi? Nechtasi? Ha, bor. Sanamaysiz. Ha, omon bo'ling. Farzandlardan nechta o'zi? 5 ta. 3 ta. Ha. Xo'p, 80 ming yurgan ekan, kraskasi yo'q. Nech ming so'rayapsiz? 120 deyapman. Ya, insof sari ayting san. 90 million kredit bor ekan, men sizga havas qilmayman, to'g'risi. Krediti bor odamga balanga turibdi mashin. Xohlaymizmi shunday. Endi shu kelga kerak bo'lgan olgansiz. Vaqtida ona qilganmiz endi bolalar, ona qilgan olganmiz endi. Bular bo'lib ketgan. Xudo xo'shki menda. Omon bo'ling. Ana shu gapingizga besh ketaman. Yosh kattaroq odam bo'ldi, bo'lgani bo'ldi. Voy, Shahbozni qarang, shu qaytaveradi, o'sha hayotga qaytaveradi, kerak yo'q. Istaganimiz bilan bir narsani o'zgara olmaymiz-ku. Hech qanday nomimiz yo'q-da. Omon bo'ling. Ismingiz nima aka? Norboy deydi. Norboy aka. Norboy aka, men mayda chuyda qilmayman, 80 ming yurgan ekan. Kecha 17 ming yurganini 105 millionga oldim, aka. Kraskasi yo'q, radni 17 ming yurgan abizlari bor edi. Endi jentralar emas, hamma mashina narxi tushdi. Mayda chuyda qilmayman, Norboy aka. Yoshingiz katta, siltalamayman. Bo'ladi desangiz, baravar tekis qilib 100 million beraman. Mayda chuydasiz. 100 dan past so'ramoqchi edim. Bitta narsa guringiz yoqib qoldi. O'tgan narsa uchun achinmaydigan odamni ko'rsam, o'zimni ko'rganday bo'laman. Mana o'tgan narsaga achinmayman. Zararmi, foydami o'tdiki. Ya, endi bo'largan. Yegan narsani qoldi, hazm bo'ldi. Ishlaganman. Yo'lda. Nulit olmadingiz-a? Yo'lda oldim. Ha, oldingiz-a? Mandan oldingiz istaysiz.
Bilmem 5 dan o'libdi bundan. Olgan ham qiziqasiz-a? Bor. Dal odam. Qarang, Norboy aka. Iloyim ismingizni oxirida boy bo'lavering. Aka 100 million so'm beraman, rozi bo'lib bering, maydalashmadim. 100 dan nima o'tib berasiz demoqchi edim asliya, deyolmadim. Gapingiz yoqib qoldi. Muomala zo'r. To'g'ri kelsa bering aka, 100 million so'm beraman, hozir 90 millionni beraman. Bor bankdan shunday yechib kelasiz, 10 millionni berib generalni qila olaman. Mayda chuydasiz. Barakangiz bormi? Yo'q. Ha? Ye. Ha aka. Soqoldan bitta yili o'qchi bidoq deydi. Sabrli bo'ladi-da aka odam. Nima deysiz aka? Qarang, danga bo'ladigan aytaymi? Mayda chidan olmasin. 15 bering, oling. Ye? Ha aka. Bo'ladigan. Ha, ota. Chatoq gapirib qo'ydi oxirini ekan. Qarang, mana bu chiqib ketib qolibdi-da. 6 ming yurganini ko'rdingizmi? 108 milliongacha so'radim, baland so'radim. Aqlim yetib so'radim. Bersin mayli, birinchi savdom pochini olaman dedim. Bermadi shu yigit. Lekin agar ori qattiq bo'lsa qaytib kelmaydi. Bo'lmasa kelib sot, aka oling shuni deydi shu balab. Pul kerak bo'lsa. Bozorga ham naqd pul yo'q aka, jon aka. Naqdni ham ko'taradigan joyi yo'q, Norboy aka. Men kimdandir olib 5 million, 4 million, 2 million, 3 million qo'yib sotish niyatidagi yigit ham emasman. Ya ko'rib boraman. Ildicha olsam, ildicha sotaman. Yaqindan bir oylar bo'ldi. Tuzatib, biroq qo'yilmas. Yotib Aytadi, elamon, bir dardim bor, yomon deydi-ku. ko'rib boryapman. Omon bo'ling. Aka, Norboy aka. Baland parvoz narx aytmang, 100 so'radim. Bering aka. Bu narsa yo'qligini bilib turibsiz, o'zingiz nima bunday narx aytasiz? Arabek bor. Holatiga yarasha zo'r so'radi. Holat yomon emas. Yomon emas. Men so'ragan pulim yomon emas. Sizga so'raganim yomon emas. Chiroyli mashinga chiroyli narx bo'ldi. Qo'shaman, faqat sotgunimcha Norboy aka. To'g'risida. Qiynamadim sizni. Rosti biling, agar shu kungi savdolarni kuni bo'yin tomosha qilaman desangiz ham, juda yengil so'raganim sizniki bo'ladi. Yengil so'radim, gapingiz yoqqani uchun. Men o'zi mashinga ham ishqiboz emasman, chiroyli guring qilgan odamni ishqibozman. To'g'risida, Norboy aka, muomalangiz yaxshi, yutib ketayotgan narsa hammaniki ham muomala. Hamma joyga. Muomala qiladi, boshqa narsa emas. Omon bo'ling. Sizni har bir gapingiz to'g'ri. Men to'g'ri gapirmaykansiz. 100 million so'radim, Norboy aka, biron nima qo'sh demang, bering aka. To'g'ri kelganga to'g'ri keling aka. Dal so'radim, dal yurish qiling. Piyodalarni qimillatmadim, shoxni qimillatdim deydi-ki shaxmatga. Ot qoldi, piyoda qoldi, lekin shoxni qimillatdim. Men ham zo'r shoxni qimillatganday so'radim. Bir og'izdan 100 so'radim. Bering Norboy aka. Mayli endi bir narsa yaxshilikka, bir narsa yomonlikka deganda hammasi yaxshilikka bo'lsin. Shunday. Lekin bitta narsa baraka topib minibsiz, yaxshi. To'y qildim dedingiz, u qildingiz, bu qildingiz. Norboy aka shu kimgadir olsa ham, u ham xuddi shunday yaxshi kuni ham minsin. Bunaqani yo'lda qolganim yo'q, bunaqani joyim yo'q. To'g'risi-da. To'ppa-to'g'ri Menga aytasiz. foydalanadi. O'sha kuni bir guring bo'ldi-da, Norboy aka bir guringada, savdoga guring bo'ldi shunda. Bir yigit aytibdi. Uchastka qurdim. Mashinani oling deyapti, menga aytibdi. Xo'p, nima olay? Baland aytibsiz-ku, bu mashin bilan uchastka qurdim, ikkita to'y o'tqardim. Yixon oldim, oldimmi, yoldimmi, nimadir dedi-ku. Ha. O'shanga hozir dedim, seni mashinangni kimdir olsa, shu mashina o'shanga ham shunday qilib berami dedim. Aniqmi dedi. Ko'rdim uni. Ko'rdingiz. Ya odamlar shunday shunday deydi. Bir kishi hayotda aytib beramiz, o'sha kun rolik bo'libdi. Keyin aytibdi ikkinchisi, bo'ldi deyapti, men ham deyapti, Moskvaga boraman, tovuq boqaman, bozorga savdo qilaman, men qiyamni qilaman deyapti-da. Yo'q, unday qilmasan deyapman. U bir kishiga beriladi hamma narsa. Ana san o'qishga tiquvchilar hozir Toshkent chaqirib olibdi-ku. Ikkita o'qishga kirgan bachchani ko'rsatadi. 200 tasi o'shanga qaratadi. Ko'rdingmi, sen ham shunday bo'lasan. Ha, pulni olib kel deydi.
Tayyorlaymiz, sen ham shunday bo'lasan. U ikkita ham o'zi qandaydir papar bo'lib kirib qolgan bo'ladi. 200 ta odamning pulini olib oladi-da, uyga kelib aytaman, "Qo'y, xo'p, yaxshi kirsa. Lekin sen o'shanday bo'l, o'shanday qilaman dema, u bo'ldi shunday. Sen bo'lasanmi, yo'qmi? Sen harakat qilsang, undan ziyodga erish bo'l, boshqa narsa emas." Nima qilamiz, aka? Bergisi kelmayapti-ku. Sal qimillasam, o'zim qimillasam bo'ladi, bunday qilib. Naqd qimillataman. Vaqtinga, aka. Mana qarang. Videoga tushsangiz ham borki, aka halol odamsiz, bilaman-da. Bir kishini aldab, bir narsa qilmagansiz-da. Qo'ying shu videoga ham tushing, sizda odamni guringim chiqsin aka. Zo'r guring qilagansiz, gap yo'q. Yaxshi odamsiz. Aka, 100 so'radim. Mayli, bitta narsani sizdan o'zizdan so'rayman. Savdolarni hammasini ko'rib borar ekansiz. Chunki bitta gapni aytganda ko'rganman u savdoni deyapsiz-da. Kecha mana shunday mashina 17 ming yurganini, misol 105 millionga olib 106 ga sotganini ham ko'rgansiz. Qarang, aka, mayli. Mashina qolsin o'zini yo'li. Mashina qolsin o'zini yo'li. Ko'ngildan biror nima qo'shaman, mayli. Katta narsa yo'q, lekin mashina uchun bo'lmaydi bu narsa. Mashinaning o'zi asl bahosi 100. Bitta guring, nech pul qo'shay? 100 dan avvalo. Men bilmayman, bir narsa deyolmayman. Mayli aka. Qarang, ertalabgacha gaplashsa ham foydasi yo'q. Qo'shmayman emas, qo'shaman. Mashina uchun bo'lmadi. Bo'ladi desangiz aka, hurmat qilib kelganingiz uchun 1 million so'm beraman, bering aka. Faqat rozi bo'ling. Mashina uchun qo'shmadim. O'g'ilchaman bir gaplashaylik. Bo'l, bitta gaplashing meni. Lekin bu 1 million o'zingizning guringizga ketdi aka. Ha. 100 yo'ring. Barakangiz bor. Aka, Ha, aka. Ayni qo'li singan yigit boyatdan beri turibdi. Sizniki qayerda? Sizniki qayerda? Yo, aka, mana bu bilan guringlashtiribdi. Xo'p, bizlar ham guring qiling, aka. Mana shular. Kim ushladi deysiz? Hozir ham Aka, mana bir so'rab o'tiribdi-da. Ha. Sizniki qayerdan o'zi? Xo'ja hayron. Qarang. Hozir, hozir. Ya bir qo'yaveringlar, qo'yavering. Endi bu yigitni, endi men bu odam bu bag ushladi deganga balkim bu odammi deb o'yladim-da, shuning uchun manzil so'ram. Bitta narsa, bu yigitni endi o'ng qo'li singan, boya ham savdo olaman deb chap qo'lini tutayotdi-da, hali bitmagan savdoya. Bilib turibman, olish ko'nglingiz bor. Ishingiz nima ishda? Elektrik. Sizniki nima ishda? Dastlabki. Xo'p, qarang, bitta narsa, bu yigitni o'ng qo'li singani uchun chap qo'li bilan harakat qilyapti, boyatdan beri. Bilib turibman, tanishim emas. Xudo birga kim tanishim emas, qasam ichmayman. Yo'q, o'zi. Qarang, bu yigitni ham tanimayman, siz noto'g'ri tushunmang. Men sizni ham tanimayman. Shaq kelgansiz. Vardi bitta qaytaraylik. Hozir ko'raylik aka. Bitta ko'raylik aka. Ko'raylik. Sabrli bo'lib Yo, turinglar. aka, baqqa men o'zim hal qilib beraman sizlarga. Sabrli bo'lib turinglar, akalar. Mashin ko'pki. Mana birinchi qo'yim tuyapti, hal qochyapti. Mana aka qarang. Bitta narsa qarang. Olib Google bosib turibdi, ko'ryapsiz? Bizlar ham bilamiz. Ikki kishi borsa. Ukam, aka, ukam. Ukasi ko'rdingizmi? Arada 2-3 kishi o'tiribsizlar, aka. Qarang. Ukam tanimayapman. Aka, bir qo'lim bilan chap o'tiribman-da. Sabrli bo'ling, bundan ham yaxshisilar. Ha, hozir gaplashaylik aka. Gaplashaylik. Bo'l, sizlar janjal qila olinglar. Xohlasangiz domdan zeki o'ynab kelsanglar ham bo'ladi. Az bitta ko'ring aka. Asli ikkovlaring ham ushlanmagansizlar. Men aka ayaqdan turib roziman dedi-ki, bir gapni aytdim, tushunmadinglar sizlar. Keling halollab olay, xo'roz so'ysa qoni chiqadi dedim. Ikkovlaring ham noto'g'ri baraka bergansizlar. Ikkovlaring ham shuni qo'limizdan ushlab turibsizlar, akani ham qo'li turibdi, meni ham qo'lim turibdi. Hech kim qo'lim uzilgandan keyin ushlamagan. Hozir sizniki ham emas, sizniki ham emas mashina aslida. Dangali ko'ring, hozir ikkovlaring tortishyapsizlar, men ushladim. Sizlar nimani ushladinglar? Qo'lni ushlamagansiz-ku. Ikkita qo'lni bitta qilib ushlagansizlar. Aka halollab olish degani baraka degandan keyin tappa kimdir ushlasa to'g'ri. Kim birinchi ushlasa o'shaniki deyman.
keyin so'rayman. Endi bitta narsa. O'zi asli tanga taylash kerak bu joyga. Bir xil bo'lib qolgan. Hech qanday ikkovlaring ham to'g'ri emas. Ikkovlaring bir vaqtga bittalaring qo'llaring aynalib kelib, bittalaring qo'llaring shuni ushlagansizlar. Bir vaqtga ushlagansizlar. Sekundgacha qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. Hech kim bu yoqqa oldin ushlamagan. Ikkovlaring ham noto'g'ri ushlagansizlar. Xo'p, mayli, unisi ham qo'yildi. Bitta narsa. Tanga taylashdan oldin bitta guringni aytaman-da. Sizga ko'proq aytaman. Xafa ismingiz nima edi? Akobir. Akobir. Bu yigitni tonimayman. Aytdim. Akobir sizni ham men tonimayman. Lekin bitta narsani so'rayman. Vijdonan-da. Keyin ko'nmasiz tanga taylana, bo'l. Akobir bitta narsa shu bilan qo'li singan ekan, chap qo'li bilan harakat qilyapti. Bu yerdan beri ko'rib turibman. Tanishim emas, ammam, xolam, tog'amning o'g'li emas. Tirikchilik emas ekan bu yigitga. Ha desangiz beraman. Mayli aka, nasiba shunikidir, menga boshqa narsa mana nasib qilsa desangiz beraman. Yo'q aka, bermayman. Tanga taylansiz ham farqi yo'q. Bitta oldingizdan o'taman. Tanga tayla. Bermaysiz qisqasi. To'g'rimi? Tanga taylan halol bo'ladi. Gap bo'laman aka. Qani kimga botangan? Birodan xafa bo'lmang. Xonadan bitta shuhrat bor. Birontan ikkitasi tanga bormi? Inatagi to'xtang, o'zim olib chiqaman. Bir. Birodan xafa bo'lmaydi akbar. Ha, birodan xafa bo'lmaydi. Ya mayli, endi bir so'rab ko'ray deyapman-da, kimdir, mayli qo'l singan ekan devorishi mumkin, kimdir yo'q deyishi mumkin. Prosta so'ray, oldidan o'tganim yaxshi-da. Keyin o'tiramiz. Gaverni zot bo'ladi. Aka o'zi 100 millionga baraka qildingiz-ku buva bilan. 101 million. 101 million. Keyin 102 millionga oladigan bormi deysiz kerak baribir. Buva bilan savdoyingiz uzilyapti. Hali misol baraka degan so'z. O'shanga hozir ikkovlaring ham bermasligim kerak. Rozi bo'lasizlarmi ikkovlaringizga ham bermasam? Yo'q, haqqingiz bor, o'shani aytyapman. Hozir ikkovlaringizga ham bermasam rozi bo'lasizlarmi? Mayli, aka prosta bu kishi aloqa qilyaptilar aka. Ko'rdingizmi? Boya so'rab turdim. Tanga taylan bo'ldi. Mana tanga. Keramat. Yo, mayli. Halol bo'ladi. Ham halol bo'ladi. Aka, Rizq atoyi Xudoda, qarang. Rizq atoyi Xudo. Men bir inson. Endi bu yigit xohlamayapti shu narsani sizga berishni. Xohlasa jon deb beraman. Mashina egasi ham sizga bergisi kelyapti. hozir bir bu kishidan anavi so'rayapsiz-da, misol mana ham o'tiribman, misol mana qo'lim cho'zdim, bu kishidan rozilik so'rayapsiz. Bu ham aytibdilar. Men bu yerdan so'radim. 23 o'zim olganman, salondan olib chiqqanman dedilar. 90 dan keldi deb dedilar. Bizlar ham kelib so'radi. Yo, siz o'tirdingiz. Undan kelib o'tirdi aka. Manadan shart. Mashina Qarang aka, tanlang, qaysi tomondan olasiz? So'm, yer. Xohlamayapti-da. Gerbni olasiz. Sizga so'm qolyapti. Bu yoqqa gerb qolyapti. Rizq atoyi Xudo, bitta guringni endi to'g'ri olamiz. Qaranglar do'stlar. Bilib turibman, zajda bor ekanda. Zajda qilmang, kerak yo'q. Siz ham zajda qilmang, kerak yo'q. Bitta guning kelishib olaylik. Dangal kelishib olaylik. Hozir shu yigitga chiqib qolsa mabodo bitta guringni bering. Aka xafa bo'lmayman. Do'stona rizq qilmas ekan deb ketaman. Agar shu yigitga chiqsa, siz ham shu guring. Aka xafa bo'lmayman, rizq shu yigitga deysiz. Aniq kelishda kim yutsa ham ikkovlarini bitta qo'l berib, addush og'ayni keyin. Dalshi, ha? Ozroq kutsangiz, balki bundan ham zo'rini olib qolarman, bundan pastga. Rizq atoyi Xudoda. Shunga so'm sizga bo'ladigan bo'ldi, gerbekka bo'ladigan bo'ldi. Hozir shuni otaman, ushlayman. Kimga chiqishdan qat'iy nazar bitta og'ayni bo'lasizlar. Keyin 105 ga olasizlar mendan, ha? Shunday bo'ldi? Hazırlashaman. Voh, voh. Tikka turib qoldimmi deyman bu. So'mchi. Xafa bo'lari yo'q. Yana bitta boya guringda endi. 3 marta taylan bu kishidan so'radingiz. Ya aka, unday Ola narsa. sizga nana qo'ymang. Iltimos, bitta qo'l berib ko'rishib qo'ying endi. Yo, mayli, aka, mana Xafachilik yo'qmi? Nechinchisiz? 2003. Sizchi? 96. Rizq atoyi Xudo. Shu yigitga nasib qilgan. Lekin bitta narsa. Hozir men bir kishi aytdi, quloqdan asta aytib ketdi, bu yigit tirikchilikda bo'lishi mumkin deb. Aka, qanisiz egasi? Keling. Hozir kreditini yopadi, borib yopib, faqat minish huquqini berasiz, sotish huquqini bermaysizda, hamma tog'a. Ha, olsot qilsangiz bo'ladi. Unday bo'lsa ham bo'ladi. Xo'p. Endi qisqasi obzorni aytaman, to'liq eshiting. Bo'ldi. Keyin guring qilaverasiz. 2023 Gentra mexanika abizi bor. Xo'p, 80 ming yurgan propan gazi bor. Kraskasi uradnoy. 101 millionga oldim, 1 million qo'yib sotaman, bilasiz, ha? 1 million qo'yib sotaman. Qoladigan 1 millionga rozimisiz menga qoladigan? Rozi. Amaki, mashinangiz ustiga 1 million qo'yib sotdim. Rozi bo'lasiz.
Shu yigitga dokument qilib beraverasiz endi. Taqiqi 3 kunga chiqadi yo 2 kunga chiqadi shunday.